Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Men boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Allayeva Hafiza Rustam qizi. Bugun siz bilan ona tili o'qish savodxonligi va uni o'qitish metodikasi fanidan navbatdagi dars mashg'ulotini olib boramiz. Bugungi mavzuimiz savod o'rgatishning tayyorlov davri yozuv darsi uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish mavzuimiz. Savod o'rgatish jarayonida yozuvga o'rgatish darslari va bu darsimizda quyidagi rejalar asosida biz suhbatlashamiz. Savod o'rgatish jarayonida yozuvga o'rgatish, 2. Yozuvga o'rgatishning tashkiliy va gigiyenik shartlari, 3. Yozuvga o'rgatishda orfografik elementlar va 4-rejamiz yozuv darslarida o'quvchilar nutqini o'stirishdan iborat. Mavzuning mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, savod o'rgatish davri bevosita jarayonida o'quvchilar o'qishga o'rganish bilan bir parallel ravishda yozuvni ham elementar tarzda malaka hosil qiladilar. Dasturga muvofiq o'quvchilar o'qish yozuvdan tashqari quyidagi malakalarni egallashlari lozim bo'ladi. Savod o'rgatish davri bizga ma'lumki, demak bu boshlang'ich sinflarda 1-sinfda 4 oy davom etadigan, ya'ni 31-dekabrgacha davom etadigan davr hisoblanadi va bu davrda o'quvchilar yozuvdan quyidagi malakalarni egallashlari talab etiladi. Birinchisi partada to'g'ri o'tirish, daftarni to'g'ri qo'yish, chiziqlarni chamalash, yozayotgan ruchkadan to'g'ri foydalanish va hoshiyadan chiqib ketmaslik, hoshiyaga rioya qilish. Ikkinchisi, demak, ish daftari yoki alifbe asosida o'zbek alifbosidagi barcha katta va kichik harflarni yozish, shuningdek harflarni, so'zlarni o'zaro bog'lab yoza olish, bosma matnni yozma matnga aylantira olish ko'nikmalariga ham ega bo'lishadi. Demak, bu jarayonlarning barchasi savod o'rgatish davrida yozuv darslari bilan parallel ravishda olib boriladigan jarayonlarga qo'yiladigan malakalar hisoblanadi. Savod o'rgatish jarayonida yozuvga o'rgatishda quyidagi grafik malakalarga ega bo'ladi. Shuningdek, grafik malaka bu birinchidan qo'l harakat malakasi hisoblanadi. U harakat birinchi qarashda muskul kuchiga asoslanadi. Ikkinchidan esa yozuv jarayonida nutqning o'zlashtirilgan birligi bo'lgan tovushni grafik belgilarga, ya'ni harfga tarjima qilish hisoblanadi. Bevosita, chunki harf bu tovushning yozuvdagi ifodasi hisoblanadi. Bu yozuvga ongli faoliyat tusini beradi. Yozuvning ongliligi birinchidan tovush va harfning to'g'ri nisbatini, ikkinchidan bir qancha grafik va imloviy qoidalarga rioya qilishni, uchinchidan esa o'z fikrini, taassurotini, istaklarini yozuv malakasi shakllanishi orqali o'sha yozuv malakasidan foydalanishni talab qiladi. Shuni ta'kidlash ham mumkinki, savod o'rgatish davrida bola harflarni yozishdan oldin uni qanday shakllantirishni ko'z oldiga keltiradi, havoda harf shaklini chizib ko'radi, harf namunasini ko'chiradi, tarkibini tahlil qiladi, uni qanday yozishni o'zicha sekin gapiradi. O'qituvchi o'quvchi yoniga o'tirib ruchkani to'g'ri ushlatadi va uning qo'li bilan harfni yozishni ko'rsatadi.